Uylarning oldidan shunday metro o'tib tursa zo'r deya. Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan uychi bolalar. Akalar, xullas Sergeli 7 da 9 etashganning 5-etaji, 2 ga 6 balkon, 3 xona, skvoznoy planirovka. Uyimiz toza. Tak, uyimiz narxini ichkarida aytamiz, bitta ko'rib boqamiz ichkarini. Ochiq qolgan bu subot koridori, keng koridor, kirishda chap qo'lda spalniya bo'lyapti. Tak va bolalar yotoqxonasi. Vanna, tualet razdelniy. Bu domda men o'zim yashaganman bunaqa planirovkada. Sababi buni eng yaxshi ko'rgan joyimiz keng, juda ham keng. Kuxnyaga kiramiz. Kuxnyani balkonga olib chiqsangiz 2 ga 6 balkoni bor. Har qanaqasiga bemalol to'rxona bo'ladi xullas. Xonalar sonidan yutasiz xullas. Bu mana zalimiz. Okalar, eslatib o'tamiz, uyimiz 78 kvadrat, yo'lli yuzida, ipotekaga sotilmaydi, faqat naqdga sotiladi. Uy egasi 75 ming deb turiluvdi. Bizda talashib, tortishib, srochniy bo'lganligi sabab 72 ming dollar bo'lyapti. Bizani kuzatinglar, sizlar bilan uychi bolalar. ندارم اصفایی کنم واسش بخرم یه بگ دیگه بذار بره اگه میخواد مخم داره لگه زیاد